Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Falsafa fanidan bugungi birinchi ma'ruzamiz falsafa fanining mohiyati va jamiyat taraqqiyotidagi roli deb nomlanadi. Ma'ruzani Tarix falsafa kafedrasi o'qituvchisi Rahmatov Erkin amalga oshiradi. Quyidagi rejalar asosida biz bugungi ma'ruzamizni boshlaymiz. Falsafaning maqsadi, predmeti va vazifalari. İkinci reja falsafiy bilimlarning strukturasi va kategoriyasi. Uchinchisi dunyoqarash va uning tarixiy shakllari. Falsafa o'zi nima? Faylasuf kim? Bu savolga qadimdan boshlab hozirgacha barcha olimlar, faylasuflar javob berishga harakat qilib ko'rgan va ularning ba'zilarini keltirib o'tmoqchi. Masalan, Geraklit o'sha faylasuf shunday insonki, u tadqiqot bilan shug'ullanadi degan so'zni aytib keltirgan bo'lsa, Suqrot yaxshilik va yomonlikni anglash vositasi deb falsafaga murojaat qiladi. Epikur o'z navbatida falsafa bu aqlga tayangan holda baxtga erishish yo'li desa, Hegel mutlaq aql haqidagi fan va inson o'z-o'zini anglashi deb aytib o'tadi. Faylasuf Immanuel Kant falsafa abstrakt metafizik tushunchalar orqali dunyoni anglash vositasi deb aytib o'tadi. 9-asr Sharqda mashhur bo'lgan Al-Kindi, bu hayotdan uzoqda yashagan shogirdlardan biri Al-Kindidan so'raydi: "Ustoz, ba'zi odamlar falsafa kerak emas deydilar. Ularga qanday javob berish kerak?" degan savoliga Al-Kindi quyidagi javob qaytaradi. Muxoliflarga falsafa nima uchun kerakligini sababini so'rasangiz, o'z navbatida ular umumlashtirib, jamlab va ba'zi so'zlarni tahlilga olib sizga javob berishga harakat qiladi. Va bu bilan falsafaning dushmanlari ham falsafaga muhtojliklarini Al-Kindi o'z fikrlarida aytib o'tadi. Falsafa o'zi nima? Falsafa olamni bir butun tizimli o'rganish va bu olamda inson o'rnini aniqlashdan iborat. Falsafa fani Yunonistonda paydo bo'lgan, bundan 2,5 ming yil avval. Falsafa so'zini Pifagor birinchi bo'lib qo'llaydi. Va lug'aviy jihatdan falsafa yunonchadan filio sevish, safiya donishmandlik degan ma'noni anglatadi. Va Pifagor o'z so'zlarida quyidagicha aytadi: Olimpiada o'yinlariga tashrif buyurgan kishilarning birinchi guruhi bu o'z kuchlarini sinash uchun kelgan bo'lsa, ikkinchi guruh savdo-sotiq maqsadida keladi. Uchinchi guruh esa ma'naviy oziqa olish uchun tashrif buyuradilar deb aytishadi. Aynan uchinchi guruh bu faylasuflardir. Abu Nasr Farabiy o'zining falsafaning ma'nosi va kelib chiqishi risolasida falsafa yunon tilidan kelib chiqqanligini keltirib o'tadi. Epikur o'z-o'zingni yerga urish tubanlik, nodonlikdir. O'zligingdan yuqori turishing esa bu faylasuflikdir deb aytib o'tadi. Pifagor o'z navbatida falsafaning mazmuni umuman haqiqatni izlashga asosiy qaratib o'tadi. Aristotel falsafa borliq haqidagi bilimlarning o'rganish, qonuniyatlari, borliq va inson haqidagi bilimlarni tizimlashtirishdir deb aytib o'tadi. Aynan barcha ko'plab faylasuflar kabi Aristotel fanlarni tizimga solganda birinchisi aniq fanlar, ijtimoiy fanlar va amaliy fanlar sifatida bo'ladi. Mashhur faylasuf Suqrot falsafaga haqiqatni izlash, shubhalanish va tanqidiy fikrlash asosida to'planadigan bilimdir deb qaraydi va o'zini mashhur o'sha aforasida buni keltirib o'tadi. Ya'ni mening donishmandligim bu hech narsani bilmasligimdadir degan so'z bilan aytib o'tadi. Ulug'bek Yazdanov falsafaga quyidagicha ta'rif beradi. Tafakkur madaniyati, borliq haqidagi bilimlarning insoniyat, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy taraqqiyot tarixining umumlashgan ifodasidir. Ya'ni falsafa inson bilimlarining oddiy yig'indisi bo'libgina qolmay, balki ularni aqliy umumlashtirish asosida shakllangan, ilmiy, axloqiy asoslangan umumiy xulosalar tizimidir deb keltirib o'tadi. Qadimgi yunon faylasufi falsafani boshqa ilmlardan farqi ham shundaki, bunda maqsadga mehnatning so'ngida yetiladi va shu bilan qanoat hosil qilinadi deb
keltirib o'tishadi. Falsafa fanining predmeti borliq va unda sodir bo'layotgan jarayonlar, unga insonning munosabati va o'z navbatida tabiat va jamiyat qonuniyatlarining umumiy xususiyatlarini, inson tafakkurini o'rganishga yo'naltirgan bo'lib, falsafa predmetini ikki qismga bo'lgan holatda bevosita qismlarda shakllantiriladi. Birinchisi bu tabiat, butun dunyoning mohiyati, ya'ni obyektiv voqelik hisoblansa, ikkinchisi inson va jamiyat hisoblanadi, ya'ni subyektiv reallik deb keltirib o'tamiz. Bevosita uchinchi o'z navbatida biz odam va dunyo tizimi asosida, ya'ni subyekt va obyekt o'rtasidagi o'zaro ta'sir va munosabatlar, faoliyat yo'nalishlari, usullari haqida so'z boradi. Falsafa fanining maqsadi inson dunyoqarashining shakllantirish va uni rivojlantirish. Falsafaning obyekti borliq, ya'ni tabiat, inson, ya'ni jamiyat nima ekanligini ilmiy bilishdan iborat. Falsafaning subyekti dunyoqarash va uning tarixiy shakllaridir. Falsafaning asosiy vazifasi. Falsafa barcha fanlar kabi asosiy vazifalarga tayanadi va quyidagi vazifalardan iborat. Birinchisi dunyoqarashlilik, ikkinchisi metodologik, uchinchisi aksiologik, to'rtinchisi gnoseologik, beshinchisi ontologik, oltinchisi tarbiyaviy, yettinchisi axloqiy, sakkizinchisi madaniy, 9-inchisi mantiqiy, 10-inchisi tanqidiy fikrlash, 11-inchisi prognozlash, 12-inchisi regulyativ va everistik vazifalarga ega. Masalan, ulardan ba'zini aytib o'tadigan bo'lsak, dunyoqarashlilik vazifasi nimadan iborat? Insonning dunyoga munosabati, uning o'zini qurshab turgan borliqni tushunishiga bu dunyoqarashlik vazifasini amalga oshiradi. Ontologik vazifasi esa insonning dunyo, koinot, uning tuzilishi haqidagi yaxlit bilimni shakllanishida falsafa so'zini o'zida. Gnoseologik o'z navbatida bu bilish haqidagi tajribalarni oshiradi, fanni tushuntirib bera olmagan holatda aynan narsa va hodisalarni oqilona yo'l bilan tushuntirib berishga xizmat qiladi. Aksiologik hayotning ma'nosi, umrboqiylik masalalarini kun tartibiga qo'yish orqali u yoki bu voqea hodisaga yaxshi, yomon, foydali, foydasiz, muhim kategoriyalar bilan baho berish orqali shu aksiologik vazifasini amalga oshiradi. Axloqiy vazifasi falsafaning muhim rol tutadi, ya'ni odamlar xulq-atvori yoki bu jamiyatda yuzaga keluvchi munosabatlar bilan bog'liq bo'lib, axloqiy qadriyatlar, ularning asoslari real hayotdagi me'yor va kategoriyalar asosida o'rganiladi. Falsafaning asosiy an'anaviy qismlari yoki strukturasi deb aytsak ham bo'ladi. Ya'ni falsafa qadimdan paydo bo'lgandan boshlab hozirgacha quyidagi qismlar asosida shakllanadi. Ontologiya bu borliq haqidagi fan. Gnoseologiya bu ba'zi manbalarda epistemologiya ham deb ataladi, bilish haqidagi fan. Dialektika bu rivojlanish falsafasi bo'lsa, logika bu tafakkur qilish qonunlari haqidagi fan. Falsafa tarixi va tarix falsafasini o'rganadi. Inson antropologiyasi esa inson falsafasini o'rganadi. Jamiyat falsafasi bevosita jamiyat taraqqiyotini falsafiy o'rganadi. Etika, axloqshunoslik, etika bu go'zallik qonunlari haqidagi fan. Aksiologiya qadriyatlar falsafasi, germenevtika falsafiy tafakkur va tushunish jarayonlarini o'rganadi. Teologiya bu xudo haqidagi fan. Bevosita falsafaning zamonaviy ko'rinishlari ham hozirgi kunda shakllangan. Bu bizni o'quv dasturlarimizda ham o'z aksini topadi. Masalan, ular quyidagilardan iborat: metafizika, tabiat falsafasi, inson falsafasi, bilish falsafasi, axloq falsafasi, ijtimoiy falsafa, tarix falsafasi, madaniyat falsafasi, siyosat falsafasi, ta'lim falsafasi, din falsafasi, san'at falsafasi, futurologiya, globallashuv va global muammolar, yashil iqtisodiyot va barqaror taraqqiyot, sun'iy intellekt, aynan bu qismlar ham falsafaning zamonaviy ko'rinishlari hisoblanadi. Falsafani asosini dunyoqarash tashkil etadi. Dunyoqarash o'zi nima? Dunyoqarash insonning o'zini qurshab
turgan o'sha borliqqa va o'z-o'ziga bo'lgan munosabatiga nisbatan yondashuvlar tizimi shakllanadi. Xuddi har bir insonni individual dunyoqarashi bo'lganligi kabi o'sha xuddi barmoq izi va ko'z nuri kabi dunyoqarash ham dunyoda qancha aholi bo'lsa shunchaga ega. Faqat ularni umumiy holatda biz 3 guruhga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni dunyo va qarash degan so'zlarni jamlagan holatda biz kishilar bilan do'stlashishimiz bu bizning umumiy dunyoqarashga egaligimizni bildiradi yoki ba'zi kishilar bilan yomon munosabatda bo'lishimiz biz dunyoqarashlarimizga qarama-qarshiligini bildiradi. Tarixiy taraqqiyot jihatdan dunyoqarash 3 xil bo'ladi: mifologik, diniy va ilmiy falsafiy. Dunyoqarash olam va odam haqidagi umumiy tushunchalar tizimi bo'lib, quyidagi strukturani o'ziga jamlaydi: bilim, ideal, qadriyat va ishonch. Dunyoqarashning asosini bevosita 3 qismdan biz shakllantirib olamiz: dunyoni sezish, dunyoni anglash va dunyoni tushunish. Bu dunyoqarashning asosiy qismi. Dunyoqarashning tarixiy shakllarining birinchisi o'sha mifologik dunyoqarash haqida Frazer, Malinskiy, Lev Bryuller ma'lumot berib o'tadi. Mif bu rivoyat, afsona, logos, ta'limot, tushuncha degan ma'noni bildiradi. Aynan u tartibsiz asosda shakllangan bo'lsa-da, ijtimoiy taraqqiyotning eng boshlang'ich davrida paydo bo'lgan va afsonalar va xalq og'zaki ijodiga tayanadi. Diniy dunyoqarash o'z navbatida mutlaq haqiqat asosida shakllangan bo'lib, bu qarashlar tarixiy jihatdan dunyoni tushunish va anglashda qadimiy bosqichlardan biri hisoblansa-da, mifologik dunyoqarashga nisbatan ancha tizimli va tartiblidir. Va vaqt o'tishi bilan empirik asosda shakllangan ilmiy falsafiy dunyoqarash bu dunyoqarashning eng ommalashgan 3-qismi hisoblanadi va u quyidagi tamoyillarga tayanadi. Falsafiy dunyoqarashning asosiy tamoyillari ilmiylik, tarixiylik, mantiqiylik, universallik, maqsadlilik va g'oyaviylik, shu bilan birga nazariy va amaliyot birligi asosida shakllanadi. Aynan umumiylik asosida mana shu 3 ta tarixiy dunyoqarash shakllangan. Xo'sh, hozirgi kunda biz shu narsani aynan ayta olamizki, falsafa bu barcha fanlar otasi sifatida nega e'tirof etiladi? Sababi fanlarning shakllanishida umumiy xususiyatlarni o'zida jamlagan eng umumiy savollarga javob berilgan fan sifatida. Falsafa hozirgi kundagi tadqiqotchilarga ham bu qaysi fandan himoya qilishdan qat'iy nazar falsafa fan doktor unvoni berilishi bejizga emas. E'tiborlaringiz uchun rahmat.